Aka, siz tanishlaringizga qimmatli sovg'alarni berib bo'ldingiz, qanaqadir bayramlarda. Endi bo'lsa uy uchun kerak bo'ladigan, foyda istayib turadigan narsalarni sovg'a qilish vaqti kelmadimi ekan? Men sizlarga 500 ming so'mga mana shu komplektni tavsiya qilaman. Ichida nimalar borligini va obzorini davomida ko'rishingiz mumkin. Bu komplektning narxi 500 ming so'm chiqadi. 500 ming so'mga sizlar nimalarni qo'lga kiritasizlar. Bu yoqda mana bunaqa kichkina lion batareykali shurpayorimiz bo'ladi. Ixcham uydagi ishlarni hammasini bajarib beradi, kuchi yetadi. Va bizda konservni pichoqimiz bo'ladi, ambarimiz bo'ladi, Inkon o'zining firmida yumshoq plastiklar ishlatilgan mini molotok bo'ladi va komplektida mana bunaqa babichka samolyotlari chiqadi. Bu yoq tarafda yana kichkina mayda komplektlari bor. Plus-minus atyorkalarimiz bo'ladi, universal ключimiz bor, indikator atyorkamiz bo'ladi va agar sizlar mana bu nasatkani shurpayorimizdan uchiga qo'yib turib, mana shu narsalardan foydalansanglar bo'ladi. Plus-minus hamda figuralarning razmerlari ham chiqarib qo'yilgan. Bu yerda shestigraniklarimiz bo'ladi hamda taxta va temir uchun svirlolarimiz qo'shib berilgan. Bu videoni doim sizdan qanaqadir instrument so'rab turadigan o'zingiz yaqiningizga jo'natib qo'ying. Inko Tashkent profiliga obuna bo'lishni unutmanglar.